butun boshli vyexlop tizimini, undagi metal qismlarni bir-biriga moslashuvchan holatda va ortiqcha vibratsiyalarsiz ushlab turadigan gofra haqida nimalarni bilasiz? Ma'lumki, mashina Notex yuzalaridagi harakati davomida undagi dvigatel va vyexlop tizimi har xil tebranishlarga uchraydi. Gofra esa mana shu vyexlop tizimining biroz bo'lsa-da egilishini ta'minlab beradi. Nega egilish muhim? Sababi har xil qattiq metal ulanmalar tebranishlar davomida yorilishlarga uchrab, ana shu yorilgan joydan gaz sizib chiqishi mumkin. Shu kichkina qism bo'lmaganda unumdorlik pasayishi, glushitl orqali o'tmagan gazlar sizib chiqib, mashina ovozi balandlashib ketishiga olib kelishi mumkin. Gofraning har xil turlari bor va maksimum 2-3 tagacha qatlamdan tashkil topgan bo'ladi. Agarda dvigatel hajmi kichkina va kam vibratsiyalar orqali ishlasa, asosan unda bitta qatlamli gofra bo'lib, chidamlilik darajasi past bo'ladi. Lekin agarda mashina racing uchun mo'ljallangan yoki-da umuman katta hajmli traklar, off-road mashinalar bo'lsa, demak ular shu hajmga yarasha kuchli tebranishlar va vibratsiyalar ta'sirida bo'ladi. Bunaqa paytda 3 qatlamli gofralar ishlatilishi mumkin. Agarda sizga mashinani ovozini o'zgartirish haqidagi son qiziq bo'lsa, kommentda plyus qoldiring.